hadeb qiz tanlashni, hadeb qiz tanlashni va hadeb yigit tanlashni to'xtatish kerak. Bir. Ikkinchisi, ota-onaga quloq solish kerak, qattiq. Uchinchisi, hurmatli bu endi erkaklarga ham, yigitlarga. Iqtisodiy qiyinchiligingiz bo'lsa birozgina bu narsani bahona qilmang. Iqtisodiy qiyinchilik deganda siz uylanishingiz uchun sizni alohida 5 xonali kvartirangiz bo'lishi va tagingizda inomarka bo'lishi, mashina bo'lishligi majburiy emas. O'sha uylanganingizdan keyin ro'zg'oringizni tebratadigan darajadagi rizqiga sabab bo'ladigan kasbni qilayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Aslida uni rizqini siz bermaysiz. Bu aniq. Mehnat qilyapsizmi? Uylaning. Alloh taolo nikohni fazli bilan sizni boy qilib yuboradi. Juda ko'p odamda buni isbotlaganmiz. Ikkinchisi, qizlarga tegishli, hurmatli qizlar, siz qop-qora tahoyi mingan bu anu millionlar haqida gapiradigan, dollar ko'tarib yurgan shahzodani kutmang. Chunki u sizga xayrlimi yo'qmi siz bilmaysiz. Bir. Diyonatli erkak bo'lgan, bir hamiyati bo'lgan yigitdan sovchi keldimi, istixora qilingda erga teging. Va qizlarning ota-onasi, iltimos sizlardan mana shu sarpa degan narsani yig'ishtiringlar. Qizning eng yaxshi sarpasi odobi va axloqi. Tamom.